Lekin do'stlar, videoning joylanishiga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Shu bugun video olsangiz bir 2-3 kunda joylanib qoladi, xudo xolasa. Yaxshigina sabrli bo'laverasizlar. Oson emasdir video joylash YouTube'ga. Mayli, jonlaring sog' bo'lsin. Asta-sekin joylanaveradi. Shoshayotgan joyimiz yo'q do'stlar. Endi sifatga ham bog'liq-da. Sifatga ham bog'liq. Mana bu jonivar kamera juda ham dahshat. Sifatli oladi. Ishonchi. Issiq do'stlar, yaxshigina. Bugun ishga chiqmadingizmi deb so'raganlarga, yo'q do'stlar, bugun dam. Shanba bozor kuni dam olishga harakat qilaman. Qachon dam olaman, qachon ishga chiqaman, buni men o'zim hal qilaman. Ishga chiqmadingizmi deb so'raydiganlarga qarata aytyapman. Boshqalar ham xuddi shunday o'rtoqlar, qachon dam olasiz, qachon ishlaysiz, menga umuman qizig'i yo'q. Tasavvur qiling, kimdir sizga ishga chiqmadim deyapti. Qandaydir o'zingizni hijolat ham his qilishingiz mumkin-da. O'shaning o'rniga men ishga chiqsam bo'lmaydimi yoki men o'sha yordam qilsam bo'lmaydimi? Yoki ishi yo'q odam bilan gaplashsiz. Do'stlar, yaqinlar bir-biriga mehr-oqibat qilmayapti. Men mehr-oqibat qilishim haqida qanaqa gap so'z bo'lishi mumkin do'stlar? Kecha bitta blogerni ko'rib qoldim. Shuncha yillik men qilganlarim, ehsonlarim bir tiyin bo'ldi. Ya'ni odamlar deyapti, bilmaydi yaxshilikni deyapti. O'rtoqlar, bir necha million, balkim dollar sarflagan. Qanchadir. Men kim bo'pman ularning oldida? Ular qadrlanmayapti, tushunyapsizlarmi? Ya'ni o'zimizni o'zimiz aldamasligimiz kerak va boshqalarga ham bunaqa narsa yo'qligi haqida aytib o'tib ketish kerak. Bo'ldi bir og'iz. Mehr-oqibat, sevgi, muhabbat. Tashqarida o'rtoqlar, oilaning ichida bo'lmasa sevgi, muhabbat, ishonch masalasi. O'shaning uchun men oilaga, YouTube kanaliga begona odamlarni qo'ymayman deb aytganman. Dalishi shunaqa bo'ladi do'stlar. Kimdir begona odam komment yozyaptimi, o'zini tanishtirib o'tmasdan, bo'ldi, men uchun qora ro'yxatda qancha urinmasin, qancha harakat qilmasin do'stlar, men bir marta imkon beraman. O'zini chiroyli tanishtirib o'tishiga. Boshqa do'stlar imkon bermayman. Boshqa tushida ham men bilan gaplasha olmaydi o'rtoqlar. Endi tushida gaplashishi mumkin, tushiga xo'jayin emasman hech kim. Lekin umida demoqchiman o'rtoqlar, hayotida faqat bir marta haligi baxtli tasodif bo'ladi, imkon. U butun umrida men bilan gaplashishdek baxtini bir marta qo'ldan boy berdimi do'stlar, o'sha ikkinchi martasi bo'lishi qiyin. Men bilan gaplashgan odam faqat o'rtoqlar
rostlaydi, to'g'rilaydi, o'rganishi mumkin. Qanday o'rganadi? Man unga tushuntiray, o'rgatay o'tirmayman. O'zim to'g'ri gapiraman, o'zim rost gapiraman. Qo'limdan kelmayotgan narsalar haqida gapirmayman. Shu narsalarga ham odam o'rganishi kerak, asta-sekin. Birdaniga bo'lib qolmaydi lekin. Yillab kuzatasiz. Men ham ko'pchilikni kuzataman, yillab kuzataman. Qanaqa o'zini tutyapti, qanaqa fikrlayapti. Lekin haligi nima deydi? Men kimdirdan har doim ko'p narsa kutmaganman va u ham men uchun atab yozmaganda biron narsani. Videoni shunisi yaxshi do'stlar, siz qanaqadir bitta tentakka, bitta maymunga, bitta ahmoqqa gapirmaysizda, o'zingizni fikringizni bildirasiz, tamom bo'ldi. Naryoqdagi fikrlar o'rtoqlar, u jinnimi, sog'mi, qanaqa tarbiya ko'rmagan. O'ylanib o'tirmaysiz, ya'ni bu tentakku yozdi. Bunga o'xshagan tentaklar ham yozish mumkin ekan degan ma'noda yozishi mumkin. Yoki bu tentakda qolganda qanaqa tushunar ekan deb ham odam o'ylanadi-da. Aytyapman, o'sha kirib so'kinadiganlar odamni miyasida qolib ketadi baribir gap. Men so'kinib yozayotganlarni bilmaslarmi, nimaga eslab o'tib ketaman orada. Chunki ular like bosib o'tib ketadi orada, shuning uchun. Bo'lmasam вообще kerak emas ularni eslash. Arzimaydi. Orada shunday ozgina ular bilan ham bormisizlar deb o'tib ketganday. Chunki ularning miyasida men tuni kun aylanaman-da o'rtoqlar. Kimdir miyasida tuni kun aylanish uchun siz ham ora-orada ularga gapirib turishingiz kerak. Voy, eshak miyalar, miyasi qurtlaganlar bormisizlar deb. Keyin ular ham ha bormiz deydi. Biz haqimizda gapirmayapti-ku deb xafa bo'lib, arazlab ko'rmay qolishi ham mumkin. Ko'rmasa ko'rmas o'rtoqlar. Bunaqa xatoga ham yo'l qo'ymanglar demoqchiman. Negativlar meni reytingimni oshiradi, ushlab turadi, ko'taradi deb ko'pchilik faqat negativlar bilan gaplashishga o'tib ketib qolishi mumkin-da orada. Yo'q, siz negativlar bilan gaplashgan emas. Shunchaki o'zingiz uchun chiqish qiling. Ko'radigan odam ko'radi, fikri bo'lsa qoldiradi. Bo'lmasa ko'rgani uchun rahmat, o'rnida like bosib ketadi shu. Sizni maksimum qiladiganingiz, qila oladiganingiz o'zingiz hayotingizda yashash. Boshqalarnikiga aralashish emas. Boshqalarning hayotiga aralashsangiz, siz ham hayotingizga kimdir aralashishni boshlaydi. Chunki aks qonuni bor. Lekin men kim bilan tanishgan bo'lsam, Xudoga shukr, yerga tegib ketdi. Agar oilali do'stlarimiz bo'ladigan bo'lsa, ular ham ortiqcha gap so'zlarsiz hol ahvol so'raganday bo'lamiz. Mazalari bo'lmasa tuzalib shifoxonalardan sog'ayib ketishdi. Men shundan xursand bo'laman. Hammam joni sog' bo'lsa, baxtli bo'lsa, yana nima kam. Hayotda do'stlar, bundan boshqa ortiq boshqa hech narsa kerak emasda. Hech narsa. Oilangiz bo'lsa, sog'lig'ingiz bo'lsa, ishingiz bo'lsa, bo'ldi.
Uy, ish, oila. Tamam. Men juda xursandman. Yaxshi insonlar bilan tanishdik, gaplashdik. Orada nasib qilgan ekanda Alloh taolo. Bo'lmasam qayerda shuncha kirgan ahmoqlar ichida bitta sog'lom odamlar bilan gaplashdik. Baxtda o'rtoqlar. Bunday solishtirib ko'rasiz. Mana tentak nima yozyapti? Mana to'g'ri odam nima yozyapti? Agar faqat tentaklar bo'layotgan bo'lsa, cho'tta nitto deb o'tiraverasiz. Yo men bilan nimadir nitto? Chunki yaxshi odamlar kelib turib, yaxshi fikr bildirsa, aytasizda, demak, hammasi yaxshi ketyapti. Men bilan hammasi yaxshi joyida. Normalniy odamlar faqat asosan erkaklar bo'ldi. Ular ham ko'p emas, bitta ikkita. Ayollar hurmat cheksiz sizlarga. Hamma hurmatini biladi, hurmatini yo'qotmaydi, tushunadi. Bitta ikkita tentaklar o'zi YouTube kanal ochib yurita olmaydi. Sizlarga ham yaxshi YouTube kanal yuritish nasib qilishini tilab qolaman. Men nima deyman boshqa? Endi yosh bola bo'lsa ekan, qo'ldan ushlab o'rgatsam. Vaqtim bormiki? Olasan, gapirasan, o'zingga yaxshi bo'lsang, to'g'ri bo'lsang, mukofotini olasan. Odamlar seni kuzatishni boshlaydi. Oldindan hech kim bo'lmagan bo'lsang, odamlar ham bu kim o'zi bu deydi, o'tib ketaveradi. U yolg'on gapiradi-ku. Mani YouTube kanalimda shu paytgacha begona odamlar, yolg'on gapiradiganlar bo'lmagan, bo'lmaydi ham. Ikkinchi masala YouTube haqida. Monetizatsiya yonsa ko'rsataman deganman, o'rtoqlar. Albatta yonishi bilan sizlarga ko'rsataman. Video shaklida bo'lsa ham. Bundan ko'ngillaring to'q bo'lsin. Men bitta gapiraman. Mayli o'shalar ham havas qilib, negativlar ham harakat qilib ko'rsin. Kimdir havas qilib, kimdir hasad qilib o'rtoqlar. Kuzatadi. Men endi hasad qilmay, havas qilmay deb aytmayman. Marhamat, ko'ringlar. Sizlarga ham yoqsa, ma'qul kelsa, sharoit bo'lsa, YouTube kanal yuritsalaring zarar qilmaydi, qo'shimcha daromad. Lekin asosiy daromad emas. Meni asosiy daromadim bilasizlar, kirakashlik, taksichilik. Bo'sh vaqtimda video joylashim mumkin. Shu jonli efir ochilgan taqdirda ham o'rtoqlar aytib o'tdim, 100 k bo'lganimizdan keyin balkim ochishim mumkin o'rtoqlar. Unda ham 100% emas. Chunki video olish o'rtoqlar menga kundan kunga yoqayapti. Men bunga asta-sekin o'rganyapman. Inson koni ko'chan do'stlar. Ya'ni qiyinroq ishlarga o'tirish kerak-da, sekin-astalik bilan. Jonli efir o'rtoqlar oson. Ochasiz, odamlar kiradi, jinni ketdi yozadi, tamom. Bitta ko'p ish qilishingiz shart emas. Lekin videoda siz gapirishingiz kerak. Iloji bo'lsa ko'rinishingiz kerak. Bu alohida masala. Alohida masala.
Endi ko'rinish berib chiqaman o'rtoqlar, kiyinib olaman. Kiyim yo'q, shuning uchun buyoqdan past ko'rinmayapti. Nimaga bu ko'rinmayapti demanglar, mani ko'rishni xohlaganlar, istaganlar ko'p bilaman. Ko'rinib chiqaman hozir.